Hayotda ikki xil dunyoqarashli insonlar bo'ladi-da. Ikki xil dunyoqarashli insonlar. Pozitiv va negativ dunyoqarashli insonlar bo'ladi-da. Ularda ko'proq pozitiv dunyoqarashdagi insonlar ko'proq asalariga o'xshatiladi. Qaranglar, asalari dunyoqarashdagi insonlar, mana misol uchun asalarini shunday chiqsa asalari tashqariga. Nima qidiradi asalari? Asalari aniq gul qidiradi asal yig'ish uchun, to'g'rimi? U izlagan narsasini albatta topadi. Tushunyapsizlar? Endi qaranglar. Pashsha dunyoqarashdagi insonlar qanday? Chivin dunyoqarashdagi insonlar. Ular chivin nima qiladi? Biz qiladi-da, nima qidiradi va o'sha bilgan xayollariga kelgan narsalar, o'sha xayoldagi narsani topadi. Hayotda pozitiv bo'linglar, doim.